Assalomu alaykum Build City xaridorlari, hurmatli obunachilar, kuzatib turgan barcha usta akalarimiz, remont chokalar uchun, apparatlarga qiziqadiganlar uchun bo'ladi videomiz. Oxirigacha ko'rasizlar. Xudo xolasa zo'r manfaatli video bo'ladi. Qo'ldan kelgancha izoh, obzor qilib beramiz. Trambovka kenguru apparatimizni. Undan sizlar like bilan bitta komment yozib ketinglar chiroyli qilib. Xudo xolasa hammasi qo'ldan kelgancha bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganinglar kenguru trambovka apparatimiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu benzinda emas, tokda ishlaydigan apparat bo'ladi. Tokda xohlovchilar uchun 220 tokda ishlaydi. O'zini vesi 80-90 kilo bo'ladi, urib berishi 1000 tonnagacha bemalol urib beradi. Nima uchun ishlatadi deydiganlar uchun yanada aytib o'tib ketamiz. Uy ko'taryapsiz, uydan oldin yeringlar turpo yoki-da shag'al holatida bo'ladi. Yeringlarni zichlashtirib, cho'ktirib, yanada baqvat qilishni xohlovchilar uchun mana shu apparat yerga urib presslab beradi. Любой joyinglar bo'ladigan bo'lsa, turpoqli joy bo'ladigan bo'lsa, turpoqlarni zichlashtirib berib, press qilib beradi. Bu nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, yeringlar baqvat bo'lib, keyinchalik tirishishini bo'lmay, dars ketmasligini oldini olib beradi. Mana shu apparatni обязательно ishlatinglar. Xo'p, buni narxi qimmat. Bir xillik uchun biz shu narsani ijaraga beramiz. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda benzinli varianti bor, bu yoqda tokli varianti bor. Bizdan bemalol ijaraga olib foydalanish imkoniyatini qilib qo'yganmiz. Xo'p, ko'rib turibsizlar, o'zini yana xarakteristikalarini ko'rsatib o'tib ketaman. O'zini Xitoy brendi Rusmash original brendda ishlab chiqariladi. Mощності 3 kilovatgacha, chassati 400-750 minutiga tepa past balandligi bo'lib chiqadi. Vысота подъем 70 mm bo'ladi. Hop, mana oyoqlarni ko'ryapsizlar. Endi bu ishdan kelgan. Hop, davom ettiramiz. Hop, oyoqlarni ko'ryapsizlar. Oyoqlar endi ishdan kelgani uchun tayyorlanib, живой holatda obzor qilib beryapmiz. Bemalol bizdan telefon qilib, narx-navoni so'rasanglar bo'ladi. Ijara uchun tayyor qilib qo'yamiz. Joyinglar, ob'yominglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol foydalanish imkoniyati bor. Hop, narxini aytib o'tib ketaman. Benzinliga 350 ming beryapmiz, toklini 300 ming qilib beramiz. Yanada joyinglar, kuninglar, vaqtinglarga gaplashib, xudo xolasa kelishtirib beramiz. 3 kundan oshadigan bo'lsanglar, chiroyli chegirma skidka narxida qilib beramiz. Hop, o'zini mana tepasida включатель bo'ladi, yoqib o'chiradigan. Ishlatish vashsha oson, qiyin emas. Benzinini ishlatib yurganlar biladi. Sal u kaprizliroq bo'lgan hisobiga, bunda bittadani tokka tiqasizlar, tokkanglar 220 bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, shundoq urib ketib ishinglarni bitkazib olsanglar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda boshqa hamma apparatlarimiz bor. Telefon qilib, bitta o'zinglar xolisona maslahat olaman desanglar ham, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Xudo xolasa murojaat qilasizlar, Build City faqat sizlar uchun chiroyli apparatlarni yetkazib beradi.